Milliy tiklanish demokratik partiyasi Markaziy kengashi va O'zbekiston tarixi davlat muzeyi hamkorligida muzeylar to'g'risidagi normativ huquqiy hujjatlarning ijrosi holati, muammo va yechimlar mavzusida jamoatchilik muhokamasi tashkil etildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Milliy tiklanish demokratik partiyasining ustuvor vazifalaridan kelib chiqqan holda partiya vakillik organlari tomonidan joriy yilning sentyabr-oktyabr oylari davomida respublikaning barcha hududlarida jami 70 dan ortiq muzeylar faoliyati nazorat tahlil tartibida o'rganildi. Uning natijasida sohada ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotgani ta'kidlab o'tildi. Bunda nafaqat muzeylar sonining oshishi, balki mamlakatimiz taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shgan tarixiy shaxslarning nomini abadiylashtirish maqsadida davlatimiz rahbari tashabbusi bilan 10 ga yaqin yangidan barpo etilgan muzeylarni misol keltirish mumkin. Oxirgi yillarda O'zbekiston muzeyshunosligida juda katta qadamlar bo'ldiki, yetakchi muzeylarimiz zamonaviy qilib jihozlandi. Mana xususan mana shu muzeyni misol keltirish mumkin. Yangi ekspozitsiyasi eng zamonaviy jihozlar bilan va shu bilan birga umuman jahon muzeyshunosligida bugungi kundagi eng ilg'or namunasi albatta Islom sivilizatsiyasi markazidagi muzey bo'lyapti. Har qanday xalqqa ham uni tarixini, madaniyatini, saviyasini va muzeyga bo'lgan e'tibor orqali qanchalik madaniyati yuqori ekanligini belgilab beruvchi belgilar. Shu bilan bir qatorda soha mutaxassislari muzeylarning moddiy texnik bazasini zamon talablariga moslashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalarini berishdi. Islohotlar, ayniqsa shu prezidentimizning O'zbekiston muzeylari uchun yaratayotgan sharoitlari, muzey faoliyatini takomillashtirish, muzey xodimlarining maoshini oshirish bo'yicha va shu bilan birga yangi muzeylarni barpo qilish bo'yicha ham juda katta samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Men yana aytib o'tmoqchiman, mana shu oxirgi 5 yil ichida ochilgan muzeylar o'zbek xalqini dunyoga kimligini ko'rsatib beradigan muzeylardan biri hisoblanadi. Va albatta biz bu o'rinda G'alaba bog'ini misol qilib keltirishimiz mumkin va uni tarkibidagi Shon-shuhrat muzeyini yoki bo'lmasa Abu Buyna Safiyni majmuasini misol qilib ko'rsatishimiz mumkin va butun dunyoga o'zini qadimiy shahari va shu bilan birga savdo markazi, iqtisodiy markaz, ilm fan tarqatuvchi markaz sifatida tanilgan Toshkent tarixi muzeyini misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Tadbir yakunida muzeylar faoliyati ustidan jamoatchilik va ilmiy ekspertlar nazoratini ta'minlash maqsadida partiya qoshida ishchi guruh tashkil etildi.